Tashlandiq ko'chada sodir bo'lgan qo'rqinchli voqealar. Amerikaning Ogayo shtatidagi Holton Avenue nomli bu ko'cha qo'rqinchli tarixi bilan mashhurlikka erishgan. Chunki bu ko'chada juda ham qadimgi zamonlardan beri ishlab kelgan cherkov va atrofdagi oddiy odamlar uylari hozirgi paytda tashlandiq holatga kelgan. Bu holatga sabab esa 2016-yil aprel oylarida mana shu hududda bundan oldin izsiz yo'qolgan Jessica Coleman ismli mana bu ayolni murdasi topilgani bo'ldi. Va shundan keyin 2023-yilda Chris ismli mana bu odam Holton Avenue'ga borishga qaror qiladi. Sayohatini esa birinchi bo'lib mana shu qadimiy cherkovdan boshlaydi. Cherkovni yuqori qavatlarini ko'zdan kechirib bo'lib, yolg'iz kelganligi uchun u yerga qo'shimcha kameralarni o'rnatdi. Shundan so'ng cherkovni yerto'lasiga tushib, u yerni kuzatar ekan, yuqori qavatdan g'alati ovozlarni eshita boshladi. That's weird. What's upstairs? Krisning aytishiga ko'ra, o'sha kuni hech qanday shamol bo'lmaganligi va eshik ham o'z-o'zidan yopilmaganligi uchun cherkovda kimdir yashayotganligini taxmin qildi. Bu voqeadan keyin Kris shu zahoti cherkovdan chiqib, atrofdagi oddiy odamlar uylaridan bittasini kuzatishga qaror qildi va Kris tanlagan uy juda ham og'ir ahvolda bo'lib, xohlagan vaqtda qulab ketadigandek ko'rinardi. Va doimgidek binoni yerto'lasini kuzatayotganida yuqorida qadam tovushlarini eshita boshladi. Still creepy. Sorry. I didn't know. Bu uyda kimdir yashayotganligini tushungan Kris ulardan uzr so'rab, bu uyni tark etdi va tashqariga chiqishi bilan uyning ichidagi chiroqlar yonib turganligini ko'rib, juda ham hayratlandi. Chunki bu uylar anchadan beri tashlandiq holatga kelgan bo'lsa-da, u yerda haligacha elektr ta'minoti bor ekan. Va shu tariqa Kris bu joyga bo'lgan sayohatini yakunladi. Lekin bundan ham qiziqrog'i, Krisning o'rnida siz bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? O'zingiz fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha